Dünya Uyghur Qurultayının şafaatiga erishgan sobiq Xitoy soqchisini tövə qilg'uchi deyish kerakmi yoki qahramon deyish kerakmi va yoki jinoyat sheriki deyish kerakmi? Yaqinqi kunlarda xalqaroliq taratqularda, masalan, Germaniyaning Der Spiegel jurnalida 2024-yilga qadar Sharqiy Turkistonda soqchi bo'lib ishlagan Jang Yaboning Germaniyadan panohlik tilishi zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Uning elib chiqqan bir tal kompyuter diskisida Xitoy hukumatining jazo lageri va majburiy emgak sistemasiga oid eng tafsiliy deb qaralgan maxfiy hujjatlar borligi aytilmoqda. Bu vaqa ustida biz Uyg'urlar va xalqaro jamiyat oldida 3 cho'ng savol tug'iladi. Birinchi, haqiqatning cheki nada? Jang Yabo 9 yil shu zulm sistemasi ichida zulm ijro qilish salohiyati bilan xizmat qilgan. U o'z ko'zi bilan ko'rgan qiynashlarni, urib o'ltirilgan yoshlarni va majburiy emgak taktikalarini fosh qilmoqda. Bu yerdagi talash-tortish bizning bundaq paketlarga ehtiyojimiz bor, chunki Xitoyni dunyo oldida jazolash uchun ichki uchur intayin muhim. Lekin bu paketlar bir sobiq soqchining qo'lidagi qonni yuyalamdi. Ikkinchi, Xitoy soqchisining muvaffaqiyatli qechishi mo'jizimi yoki buningda boshqa sir bormi? Xitoydek chegaradan kirish chiqishni bo'libmi soqchilarni qattiq tekshiradigan davlatda bir soqchining maxfiy hujjatlar qochilangan kompyuterni elib sayohat o'miki bilan o'ngishliq Germaniyaga chiqib ketalishini siznimi o'yga salamdi? U Xitoy amaldorlariga para berib pasportni olganligini aytibdi. Ba'zilar bu Xitoy hukumati avatgan bir jasusmidi deb shubhalansa, yana ba'zilar bu sistemaning ichidan yimirilishining bir belgisi deb qaramoqda. Uchinchi, adolat zodi qayerda? Natsistlar yimirilgandan keyin Nürnberg sotida tekshirguvchilar guvohchilarning so'zini bir necha yil tekshirgan. Maqsad guvohchining jazodan qutulish uchunla yolg'on so'zlagan va yoki so'zlamaganligini yoki qo'sh taraflik jasus ekanligini aniqlash edi. Bu soqchining qaytish jarayonining bek oson bo'lishi, uning texi Nürnberg uslubidagi qattiq tekshirishdan o'tmaganligidan shubha paydo qiladi. Agar bundoq soqchilarga panohlik berilsa, ularning qo'lida azob chekkan, hatto jinidan ayrilgan qarindoshlarimizning hisobini kim so'raydi? Savol. Sizcha Jang Yaboga o'xshash sobiq Xitoy soqchilariga dilu pash qilg'uchi deb panohlik berib, qahramon tiklash kerakmi? Yoki jinoiy javobgarlikni surishta qilish kerakmi? Xulosa, Nürnberg soti bizga shuni o'rgatgan. Zulm sistemasidagi har qanday kichik personajmi mas'uliyatdan qocholmaydi